lug'atda mana shu ma'nosini beriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kibrni ta'rifida aytganlarki, huwa, ya'ni kibr batarul haqqi va ghamtun nasi. Kibr haqni inkor qilish, odamlarni haqir sanash, past sanash, xor sanash. Imom G'azzoliy o'zlarining mashhur kitoblari Ihyo Ulumuddinda kibrni ta'riflab aytadilarki, kibr bir odamni o'zini katta sanashi, boshqalardan ustun o'zini bilib, ularni xor zoru hech narsaga arzimaydigan tarzda nazar bilan qarashni kibr deyiladi. Shu bilan birga Imom G'azzoliy kibrni badbaxtlikni kaliti deydilar. Hushyorlik, odob axloqli bo'lish saodatni kaliti deydilar.